Agar sizga kuniga 15 million oylik taklif qilishsa-yu, lekin ishga borganingizda uyga qaytmaslik ehtimoli juda ham yuqoriligi aytilsa, mana shu pulga rozi bo'lib, siz ishga kirgan bo'larmidingiz? Meni ishonchim komilki, juda ham ko'plab insonlar bugungi kunda mana shunaqa katta oylikka, lekin o'zlarining hayotlarini xavf ostiga qo'yib, juda ham murakkab va shu bilan birgalikda qo'rqinchli bo'lgan ishlar bilan shug'ullanib yurishibdi. Bu kasblar sizni juda ham boy qilishi mumkin, lekin bu dunyoni tark etishingizga ham sababchi bo'lib qolishi mumkin. Ular bugungi kunda nima uchun bunaqa ko'p pul olishadi va bu kasblar o'zi qanaqa qiyinchiliklari bor? Mana shular haqida bugungi videoda ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, o'ylaymanki, siz uchun albatta qiziqarli bo'ladi. Tasavvur qiling, siz dengiz sathidan 200 metr pastda po'lat kapsulada yashayapsiz. Tashqarida bosim shu qadar kuchliki, oddiy odam u yerda soniyalar ichida halok bo'ladi. To'g'ri tushundingiz. Gap aynan g'avvoslar haqida ketyapti. Bu kasb neft va gaz platformalarining suv ostidagi qismlarini payvandlash, ta'mirlash va tekshirish uchun yaratilgan. Chuqur dengiz tubidagi quvurlar va konstruksiyalarni robotlar ham, oddiy g'avvoslar ham bajara olmaydi. Faqatgina maxsus tayyorlangan g'avvoslar bu ishlarni bajara olishi mumkin. Bilasizmi, bu kasb nega bunchalik muhim hisoblanadi? Ma'lumotlarga qaraganda, dunyodagi energiya infratuzilmasining eng katta qismi aynan mana shu insonlar sabab tirik hisoblanadi. Va shuni ham aytib o'tishim kerakki, ular ishga chiqishgandan keyin odatda 28 kun ichida maxsus kamera ichida xuddi asrlardek hayot kechirishadi. Agar ishlari bo'lmayotgan paytda ham, ya'ni bo'sh, bekorchi bo'lib o'tirishganda ham o'zini ish joylarini tashab chiqib ketisha olmaydi. Dekompressiya kasalligi, azot zaharlanishi va yong'in xavfi doimo ularning hamrohlari hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, AQSh mehnat statistikasi byurosi bu kasbni eng yuqori halokat xavfi bo'lgan toifalar qatoriga kiritgan. Maosh esa norasmiy manbalarga ko'ra kuniga 1000–1,5 ming dollar orasida bo'ladi. Ikkinchi xavfli kasb esa NASA astronavtlari hisoblanadi. Ular Yerdan 350 kilometr balandlikda 27 ming tezlikda Yer atrofida aylanishadi. Ovqatlanish, turish, o'tirish, yuvinish bular hammasi vazinsizlikda sodir bo'ladi. Ular koinotda kosmik stansiyalarda ilmiy tadqiqotlar o'tkazishadi va shu bilan birga xulosa qilib aytganda, insoniyat uchun koinotni o'rganishadi. Bu kasb o'zi nega muhim? Sababi juda ham oddiy. Chunki har bir parvoz va har bir o'tkazilgan ilmiy tadqiqot insoniyat koinotni tushunishi uchun yana bir ildam qadam hisoblanadi. Xavf darajasi bo'yicha esa statistika hayratlanarli. Tarix davomida amalga oshirilgan barcha kosmik parvozlarning taxminan 1% dan ortig'i halokat bilan tugagan. Ekipaj a'zolarining esa 3% dan ortig'i parvoz paytida halok bo'lgan. Maosh esa ko'pchilik o'ylagandek juda katta emas. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, NASA astronavtlari yiliga o'rtacha 150–200 ming dollar atrofida maosh olishadi. Ya'ni oyga uchish va hayotini xavf ostiga qo'yib, kosmik kemalarda bir necha oylab qiynalib yashashga tayyor bo'lgan bu insonlarga menimcha pul unchalik qiziq emas. Chunki unaqa pulni yerda yashab ham topsa bo'ladi. Endi sizga bir savol. Agar mana shu ikkita kasbdan bittasini tanlashingiz kerak bo'lsa, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz va nega? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Video sizga ozgina bo'lsa ham qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosib, keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lishni ham albatta unutmang.